Assalomu alaykum. Bugun 2025-yil 14-sentyabr Urganch tumani Paxtakor hududida Ibrohim Farida fermer xo'jaligining dalasindamiz. Mana bu dalamiz bugun to'liq ochilib, deyarli terimga tayyor bo'lib qolgan. Shu dalani terim oldindan bir atala belgilangan joyini o'lchab, terib olib, o'lchab ko'rish yo'li bilan aprobatsiya qilacakmiz. Bu 76 sxemada ekilgan. Mana fermer xo'jaligimiz rahbari Qurbonov Atabek bir nechanchi chissada ekilgan, qanday ko'chat qoldirilgan? 7-aprelda ekilgan, 5,5 santimetrga urug' tashalgan, chigit arasi bir-birini. Serkashma 5-2 ga tuzilgan. No'unib chiqqanmiz hamma narsa turibdi. Yagana qilinmay shunda qoldi. Hech narsa qilinmay. Eng birinchi suv ochgan dalamiz shu dala. 15-mayda suv ochganmiz. Endi 76 sxemada ekilgandan keyin hozir biz shu yerda 13,1 metrini o'lchab olamiz va shu o'lchangan yerdagi tub sonini ko'ramiz. Tub sonini ko'rgandan keyin shuni bir atala shu 13,1 metrdagi paxtalarni hammasini terib olib, o'lchab ko'ramiz va shuning bilan aprobatsiyani chiqaramiz. Qani endi shunchaki 13,1 da o'lchaymiz hozir. Mana 4 metr bo'ldi. 6 metr bo'ldi. Mana 1 metr 10 santimetr ana shu oxirgi paxtamiz bor. Shu oralikda endi paxtasini terib olamiz. Keyin ko'chat sonini keyin sanaymiz. Hava, terib olgandan keyin ko'chat sonini sanaymiz ham paxtasini og'irligini o'lchab ko'ramiz. Mana shu dalaning o'rtasidan 13,1 metr o'lchab olgan joyimizni paxtasini terib oldik. Endi bu paxtani hozir o'lchaymiz, lekin shundan oldin terib olingan 13,1 metrdagi ko'chat sonimizdan bir sanab ko'ramiz. Mana endi shu 13,1 metrda sanashni boshlaymiz. Tub sonini bilish uchun 1 2 3 4 5 6 3 184 185 186 187 188 Bunga bu kirmaydi. 188 tub. Mana qalinligi ko'rsangizlar, mana 2 barmoq mana shunday qalinlikda ketgan. Endi 188 tub bor ekan, paxtamizni o'lchab ko'ramiz, hosillarligini chiqaramiz. Mana shu 13,1 metrdan terib olingan paxtamiz. Endi buni hozir o'lchab ko'ramiz. Shunda dalamizdan kutilib turgan hosil aniq bo'ladi. Mana 8,9 o'rtacha chiqib turibdi. Demak, bu yerda 89 sentner bilan 89 sentnerdan shu yerda shu dalamizda hosil kutiladi. Haqiqatan ham dalamizning holati ham yaxshi, tub soni ham bor, ochilish ham yaxshi. Har bir tubdagi ko'sak soni ham yetarli, ham bir ko'sakdagi paxtaning vazni ham o'zine yarasha normal 6 gram. 6 gram. O'rtacha 6 gramdan. 188 ming chiqdi sanga. 6 gram. Dalamiz yaxshi, hosilinizning barakasini bersin Atabek. Rahmat. Rahmat e'tiborlaringiz.